Yangi bozor Urganch yo'nalishi bo'ylab 7000 so'mdan gaz yo'l qo'yilganidan xabaringiz bormi? Hozir shu haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Şükür rahmat. Qarang, necha mashina qo'yildi? 5 mashina hozircha yana 5si ertaga bir kun tayyor oladi. 10 avtobusda gazel yuradi. Bu odam bashi 7000 so'mdan qatnaysiz. 7000 so'm odam bashi. Yangi bozor nerelarida turasizlar sizlar? Shifoxonaning oldiga boramiz, Dehqon bozoriga boramiz. Yangi bozor больница, Ava. Bozqala yo'lda Ava turasizlar. Bozqala yo'lda shundan ketaveramiz. Hozircha 5 dona, ha? Ava hozircha 5. Bo'lgandan keyin haydaysiz buni. Bizlar odam soni 5-6 oldi. Farqi yo'q, ha? Ava ketaveramiz. Ana, hurmatli obunachilar. Mana shunday. Keling Urganch olsa Dehqon bozoriga ketaman desangizlar, o'sha 228 gazelda ketaverasizlar. Toza paket qo'yilgan 5 tanasi xizmat bo'lsa, shu bratlarga murojaat qilaverasizlar. Shu yerda bo'ladi. Hozirgi vaqtda biz yangi bozor, Asolkasini bilasizlar 228 Damasuradan yerda Bozqala yo'l. Shu yerda bu. Birisi shu yerda turadi, birisi больница yoqda turadi ekan. Xullas aylanib turadi, 5 kishidan keyin haydaydi. Ha, brat? Ava 5-6 odam bo'lsa ketaveramiz. Rahmat ma'lumot uchun, sog' bo'lasiz. Yaxshi. Yaxshi.